Mana Zikrimda qaranglar, tuproq bo'lib, toza xor bo'ldi bechara Zikrim. Qishloqdan qaytyapman. Xullas, BYD Service Center Samarqanddagi filialimizga kelganmiz. Bundan 1 yil oldin mana shu joyda ochib, reklama qilib ketdik. Alhamdulillah, yuzimiz yorug', ko'pchilik klientlar kelib ishini bitirib ketdik. Bu yoq tomondan Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo, polniy bu yoqqa keladi. Bu yoqda Mirzabek do'stimiz, bu yoqda rahbari, mana shu yoq bilan birga sherikchilik qilib ochganmiz. Ishlar qanday? Yaxshimi? Shukr, yaxshi. Mijozlar davolimi? 1 yilcha bo'lib qoldi. Bir 500 ta yaqin mashina ko'rib qo'ydik. Shukr. Bu yoqdan viloyat Qashqadaryo, Surxondaryolar ham ko'pchilik kelyapti. Surxon, Qarshidan ko'pchilik keladi. Xorodan ham kelib turishadi. Xullas, mabodo bilmaganlar uchun yangidan obuna bo'lganlar bor, yangidan mashina olganlar bor, ko'pchilik bilmasligi mumkin. Samarqand servisi adresi mana bu yoqda Motrud Kurugidan Samarqand shaharga yurishi shunday yo'l yuzida metan zapravka bor, shuni ichida kelasizlar. Mashinani misol uchun mana bu BYD ham batareyasi disbalans bo'lib qolgan ekan. Shuni to'g'rilab berildi. Batareya muammosi ham hal bo'ladi. Bu yoqda razval, balansirovka, avtovakuum, parog, zapchas, mana bu yoqda do'koni, hamma narsasi bor do'konda. Ham kerakli narsalarda, nakitka deysizlarmi? Parog, amortizator, hadoy, chasti ham bor. Mana bu yonboshida detailing joyi bor. Detailing joy deganda yaxshi ustalar kerak. Imенно detailing sohasida ishlayotgan, ishingizlar yurganlar bo'lsa, pastda raqam qo'yaman. Nechiga necha ishlashni kelishib olasizlar. Faqat yaxshi usta bo'lish kerak. Polirovka, keramika, broneplyonka, tonirovka, laminatsiya, mana shunaqa ishlarni kim yaxshi qilsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Joy hamma narsasi bor, tayyor instrumentlargacha qilib qo'yilgan. Tayyor joy xullas. Kelasizlar, shunga ishlatasizlar. Faqat ishni sifatli qilib klientlarga topshirsanglar bo'ldi. Kelishib olasizlar, necha pul nima. Xullas, BYD Service Samarqand bizani o'zimizda ikkinchi filialimiz bo'ladi, ochganmiz. Sherikchilik qilib Mirzabek bilan kompyuterni diagnostika hamma servisning uslubi уже bu yoqda bor. Bemalol kelib, ishni bitirib ketaveringlar, ko'ngil xotirjam bo'lsin akalar. O'zimizda o'rganib kelgan mana bu ustakalar ham hammasi begona yo'q demoqchiman xullas. Endi o'zimiz ham samarqandligimiz-ku, birinchi bu Samarqandga ochib qo'yganmiz, charchamanglar.